fabrlik kompaniyasida o'zimni biznesimda 250 ming so'm bilan boshlaganman va mana shu 250 ming so'm orqali 1 yil ichida bitta mashinaga erishganman. Tezda o'sha direktorlikka chiqib, bolalar bilan birgalikda birinchi avtomobilim erishgan yutug'im bu Spark avtomobili bo'lgan, ikkinchi avtomobilim bu Gentra bo'lgan. Undan keyingisi Malibu 2 avtomobili bo'ldi va hozirgi kunda 6 oy bo'ldi, bilasiz, BYD Son Plus gibrid rusumida shu avtomobilni o'zimga sovg'a qildim. Uyda o'tirib, shuncha farzand bilan har 21 kunda 20-25 million maosh olaman. Juda ham xursand bo'laman. Men aynan bugungi kunda o'z biznesimda fabrlik bilan olib borayotganimdan. Hozir biz ijtimoiy tarmoqlar, internet rivojlangan zamonda yashayapmiz. Umumiy hisobda o'sha ham uylar, ham mashinalarda bemalol 1 yil ichida bitta ayol kishi uyda o'tirib 4 talab, 5 talab mashinaga ham, uyga ham mana shu fabrlik orqali erishsa bo'ladi. Asosiysi kompaniyada bizda ish staji yuradi. Bizni kelajakda pensiyamiz juda ham katta miqdorda chiqadi, chunki boshqa davlat ishlari bilan solishtirganda bizni pensioniy fond yaxshigina to'laymiz. Hozirgi kunda ikkilanib turgan, bular aldoqchi yoki ishonmayman deydiganlarga mana sizlarga bitta isbot va men sizlarga har bir yillarga tavsiya qilib qolaman. Bekor uyda o'tirgandan ko'ra, serial ko'rgandan ko'ra, semichka chaqqandan ko'ra, mana shunaqa uyingizda o'tirgan holatda ham farzandlaringiz davrasida maza qilib mana shunaqa million pullarni olib daromadga chiqish imkoniyati hammada bor. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Sizga ustozim borligidan hamisha faxrlanaman. Rahmat.